Yevropalik bir odam igdorchilik qilayotgan ma'lum bir mashinsozlik zavodida bir musulmon injener yigit ishlaydi. Bu zavodda dadisi zavod boshqarish ishlarida yordamlashib berayotgan chiroyli bir qizmi bor edi. Yigit bu yerda bir yil ishlash jarayonida u qizga mehri tushib qoldi va uning bilan to'y qilish niyatiga keldi. Qizmo yigitning tirishchan va qobiliyatli ekanligiga qarab uningga havas qiladi va pat-pat maqtab qo'yadi. Yigit dadisiga ahvolni bildirgandan keyin dadisi bu ishni qat'iy rad qildi. Yigit dadisini qoyil qilish uchun mundoq dedi: "Navoda qiz islom diniga kirsa, uning bu oilaga kelin bo'lib kelishini qabul qilamsiz?" "Albatta qabul qilaman", dedi dada hech ikkilanmasdan. Shuning bilan yigit qiz bilan ko'rishib, uningga to'y taklifi qo'ydi va to'yning amalga oshishi uchun musulmon bo'lishi shart ekanligini aytib, uningga Qur'on Karim qatorliq 10 necha parcha islomga oid inglizcha kitoblarni hadya qildi. Qiz kitoblarni o'qib, bir qarorga kelish uchun yigitdan 4 oy muhlat so'radi. 4 oydan keyin ular uchrashdi. Islomchi kiyingan qizni ko'rgan yigit xushallikdan uchib ketayli deb qoldi. Qiz haqiqatan musulmon bo'lganligini e'lon qilgan edi. Biroq yigit qizning mundoq deyishini o'ylab boqmagan edi. To'g'ri, men islom dinining haqiqiy din ekanligini bildim. Qur'on Karimning to'g'ri yo'lga boshlaydigan, Alloh nozil qilgan kitob ekanligiga qanoat qilib musulmon bo'ldim. Biroq men sizning yo'ldishim bo'lishingizni asla qabul qilolmayman. Chunki men sizda musulmonda bo'lishga tegishli sifatlarni topolmayapman. Men o'tganki 4 oyda kitob o'qib, islom bilan to'liq tanishib chiqdim. Namozga aloqador hukmlarni bildim. Biroq siz boshqa ishchi xizmatchilarga o'xshash namozlarni masjidga chiqib, jamoat bilan birga o'qimasdan men bilan paranglashib o'tirdi ekansiz. Zavoddagi ishchilardan birasi alohida qiyinchilikqa yo'liqib kelib yordam to'plagan vaqtimizda men sizning sadiqa qilganingizni ko'rmadim. Bo'sh vaqtlaringizda boshqalarning yaxshi ishlarga buyurib, yomonlikdan to'sqanligingizni ko'rmadim. Din to'g'risida xeli ma'lumotingiz bor ekan. Ammo biror oyat yoki hadisni boshqalarga tushuntirib qo'yganingizni uchirtibmi baxmadim. Hatto siz mendan musulmon bo'lishni talab qilgan vaqtingizdami, buni faqat Alloh rizoligi uchun emas, men bilan to'y qilish uchun qildingiz. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq bir hadisini o'qidim. Sizlarning qizinglarga din va axloqiy jihatdan mamnun bo'ladigan bir kishi xaridor bo'lib kelsa, qizinglarni u kishi bilan to'ylab qo'yinglar. Agar unda qilmasanglar, ziminda fitna va cho'ng fasodchilik yuz beradi. Siz musulmon bo'lsingizmi, ammo islomiy hayotdan bekli uzoqlashib ketibsiz. Yigitning ko'ngli bekmi yerim bo'ldi. Shu topda u o'zi sabablik Allohni tunib musulmon bo'lgan qizning o'ziga qilgan nasihatlarini anglab, xijillikdan o'zidan nomus qilmoqda edi. Yigit ko'zlariga yosh oldi. Gunohlar uchun Allohdan kechirim so'radi. Xatoliklar uchun chin dilidan tavba qilib, bundan keyin Alloh buyurgan barliq ishlarni qilishga va to'sqan har qanday ishdan yanadigan haqiqiy musulmon bo'lib yashashga ahd qildi. Shu chaqda qiz uningga tabassum qilib, mundoq dedi: "Siz dastlabda mening bu ulug' dinga esilib musulmon bo'lishimga sababchi bo'lgan edingiz. Mana endi qarang, men sizni dinimizning yordamchisi bo'lishingiz uchun iymonga chaqiryapman. Mana endi siz haqiqiy musulmon bo'lgan holatda menga qaytadan to'y taklifi qo'ysangiz bo'ladi." Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Har odam ata, ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin.
Allah'tan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Sizlar Allah'ni unutgan, shuning bilan Allah ularga o'zlarini unutuldirgan kishilerdek bo'lmanglar. Ani shular fosiqlardir.